Assalomu alaykum hurmatli Agroto Holdings obunachilari, bizning ashaddiy muxlislarimiz. Bugun biz mana Turkiyadan Abdulloh abim keldi. Bu kishini bilasizlar, oldingi safar ko'rsatib o'tib ketdim, tanishtirib o'tib ketdim. Paxta terish mashinalarini o'ta kuchli mutaxassis hisoblanadi. 20 yildan beri tomchilatib, ya'ni yomg'irlatib sug'orish bo'yicha ham juda kuchli mutaxassis. Bugun biz birinchi katta proyektimizni boshlayapmiz, xudo xolasa Bo'ka tumanidan. Mana shu proyektni bugun ko'rib, dalalarni tanishib kelib, abim bilan birga davom etamiz. O'zbekistonga bir salomlar yo'llang. Assalomu alaykum O'zbekistonning xalqi. Biz ota vatanimizga yardım berish uchun keldik. Hammangizni xursand bo'lyapmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Xudo xolasa bizni davom etib kuzatib boringlar. Birinchi proyektimiz Toshkent oblasida, ikkinchisi xudo xolasa Namanganda boshlanadi, keyin Farg'onada davom etamiz. Agroto Holdingsga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatib boringlar. Biz yomg'irlatib sug'orishda eng dodalarini olib kelganmiz, xudo xolasa. Ko'rib borasizlar. Abi xudo xolasa bu 70 gektardan 3 ta proyekt bor. Biz buni sukutlikdan olib, unga kompyuterda tayyor holatini ko'rsatib beramiz, to'g'rimi? Qanaqa bo'ladi, qanaqa pivot qo'yamiz u yerga. Bizda shu narsani ta'kidlab o'tib ketishimiz kerakki, 3 yil garantiya qilgan ishimizga va 5 yil servisi, to'g'rimi? To'g'ri. Bizim o Sputnik'ten qarayıp kartayı keyin proyekti işleyişimiz gerek. Nime effektivni bo'lsa shu proyekti qilishimiz kerak. Tushuntirecek bo'lyapmiz. Ularni misol uchun aytgan shakliga qarab formasini o'zgartirish imkoniyatimizga egamiz, to'g'rimi? Bunaqa qilib deb so'rashim mumkin. Albatta. En effektivni variantı tapıp veremiz onlara. Bu da kalmasa. Mesela biz 20 yıldır 100 bin hektardan, 150 bin hektardan köp irrigasyon kılıptık. Güzel. Siz qaysi davlatlarda qildingiz mana shu proyektlarni, katta proyektlarni? Azerbaycan'da, Türkiye'de, Türkmenistan'da, Kazakistan'da hem bir devlette kıldık da. Bizda O'zbekistonda eng katta qilingan proyekt menimcha Samarqand Nurobodda bo'lsa kerak. Doğru. 300 gektar meydancıda 6 ta ustanovka oluyor. Her ustanovka 50 gektar su var yani. Biz yaqin keyingi haftada bir borib kelamizmi Samarqandga? Bir borib proyektni tomosha qilib ko'rib, misol uchun qiziqib yurgan odamlar ham bu proyektni ko'rib, haqiqiy bormi bu O'zbekistonda ish beryaptimi deganlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Paramız lalim zona bo'lardi shu. Endi lalim zona cennet bo'lardi. Yeşil bo'lardi, buğday bo'lardi, bide bo'lardi, hamma zot bo'lardi shu odamlar. Shu necha yil bo'ldi unga ustanovkadan keyin? Уже 2,5 yıl bo'lyapti. 2,5 yil bo'ldi. Effektivni ishlayapti. Ko'rsatamiz yana. Xudo xolasa 25 yıl arkayın ishlayadi shu proyekt. Xudo xolasa biz Samarqandga yaqin kunlarda borib, o'sha proyektni ham sizlarga hammamiz ko'rsatib, shu kim qiziqib yurgan bo'lsa, shu dehqon fermer akalar shunaqa yomg'irlatib sug'orishni o'sha katta 600 gektarlik yer maydoni lalimi joyga qilingan o'sha proyektni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi hozir mana yo'lga chiqib ketyapmiz. Xudo xolasa biz fermer aka kutib o'tiribdi. Katta bitta proyekti bor. O'sha proyektga biz kompyuterda tayyor qilib qushiga tashlab beramiz. Bu agar yo'qdi, mana shu proyekt bo'yicha qilib beringlar desa, birinchi maydoniga qilib beramiz. Keyin xudo xolasa FX ga qarab, keyin dalshi qolgan maydonlariga ham qilamiz. Juda katta bir 500 gektarlik maydonni plan qilib turibdi. Faqat birinchi ish boshlanishi uchun dedi bizga 100 gektargacha maydonni ajratib bergan, mana shuni qilinglar deb. Keyingisi vodiyda bo'ladi, xudo xolasa. Unga ham proyektga o'zi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Tayyor bo'lgandan keyin uni ham muxlislarimizga, bizni kuzatib borish obunachilarga hammasiga biz albatta buni chiroyli video rolik qilib ko'rsatamiz. Siz to'g'ri aytyapsiz. Nurobodda klientimiz de her o'rinda bitta aldı, navbat aldı. Keyin şunun effektini görenden keyin 5 ta zakaz kaldı. Bir subsidiya bilen, kredi bilen to'layni kechirdi shunda. Eng zo'r taraflaridan bittasi bunga subsidiya beradi. Xohlagan odam bemalol buni o'rnatib, garantiyalari bor, 3 yil, servislari bor, 5 yil, bir subsidiya ham olasizlar. Xohlagan maydonga biz proyektni beramiz. Sizga ma'qul variantda xudo xolasa sizdan ishlashda davom etamiz.
Do'stlar, biz hozir Toshkent viloyati Buka tumanidagi Shirinsut fermer xo'jaligiga yetib keldik. Bu yerda asosiy qoramolchilik, sut yo'nalishi bo'yicha fermasi bor. Undan tashqari bularda bozorchilik shunaqa narsalar ham bor. Bularga hozir bitta 100 gektarga yaqin yer maydoniga yomg'irlatib sug'orish bo'yicha taklifimizni ko'rsatib, tayyorlab bermoqchimiz. Xudo xolasa keyin o'rnatish jarayonlarini ham, dalaga borib hozir o'lchash jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bizga uzoqlashmay eng zo'r taraflaridan biri bunda subsidiya beradi va biz eng katta xarajatlardan biri elektr energiya hisoblanadi. Bu elektr energiyani biz quyosh panellari orqali olib bir marta qo'yib 25 yildan uzoq muddatda bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasizlar degan umiddamiz. Foydali bo'lsa oxirigacha ko'ringlar, zo'r narsalar ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Siz yaxshimi? Charchamadingizmi? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Keldik. Alloh rozi Bizga bir vodiyga ham bor edik. Opa juda qattiq mana qildi, qiziqdi. Dedi 50-60 gektar joy beraman dedi, gap yo'q dedi. Tekislar bor dedi. Ko'ringlar. Biz hozir aytib o'tirdik. Ondan keyin agar buni biz test qilmoqchimiz avvalga desam, shuni bizlarda qiling. Quyosh panelidan foydalanib elektr energiyasi. Mana shuni pivotimizni qo'ymoqchimiz. Keyin mana effektivni bo'ladi. Bitta qo'yib 25 yil ketdi-da. Hozir fermerlar borku, ko'zi bilan ko'rmasdan turib qo'rqib qolmaydi-da. Jo'xonda shu xilda bo'ldi. Hamma joyda sekin-sekin. Shundan to'g'ri. Hozir biz ulardan shartnoma qilib, biz deyolmaymiz hech qachon. Biz birinchi qo'yib ko'rsatib, haqiqatan shu foydaliligini bilsa, foydalini bilsa, keyin shartnoma qilib biz Qani ketdingmi? ketdik. Mashina mina olasizlar, bitta mashina boramiz. Mashinalariga. Aytgan yerimiz mana shu 30 gektar. Mana abiga ham tushuntirdik. O, qamish turibdi-yu, Aha. mana shu chegara. Aha. Mana shu 30 gektar yer. Suv tepadan keladi, ariqda suv. Ha. Cho'tki joy. Tekis. Yo'l usti. Bemalol liboy kelib ko'rayin, men qayerda joylashgan bu, borib ko'raman deydiganlar uchun marhamat, yo'lda yuzda, Bukada. Aylanasiga aylanadi deysizmi? Aylanadi. Bu bunaqa borib kelmaydi, unaqa tekis. Borib kelganda bor. Unaqa ham qilaveramiz, muammo yo'q. Borib siz aytgandek. Qaysi biri yaxshi? Qaysi biri yaxshi? İkisi de yaxshi, sizin proyektingizni qarayishingiz kerak. Biz hozir qilib beramiz uni. Qaysi udobli bo'lsa. İkisi de çizgan. Misal uchun sizin 30 gektar. 30 gektardan quruq qilandan misal uchun 27 gektar poli bo'ldi. Kitib kelandan 29 bo'ldi. Bundan gidip gelen frontalni qilishimiz kerak. Ikkita proyekt beradi. Bitta krugovoy qiladigan proyekt beramiz. Bitta frontalni borib keladigan proyekt beramiz. Qaysida misol uchun 30 gektardan maksimal darajada misol uchun frontalnida 29 gektarni sug'oradigan bo'lsa, frontalni qilamiz. 30 gektardan 23 gektarni sug'oradigan bo'lib, 7si parajniy qolib ketadigan bo'lsa, uni qo'yamiz. Buni sizga tavsiya qilamiz. Hali sizga bu Sputnikdan olib, buni anaqa qilib beradi, chiroyli qilib tushuntirib beradi. Bunaqa qiyshig'i bor. Misal uchun endi frontalni shu xilli bo'ldi. Ketishi kerak shu xilli. To'g'rimi? Ha. Endi shuraya kelanda frontalni burada granitsa bo'lishi kerak. Nima uchun sizin poli qirilyapti shu joy? Endi shu joy suvarilmadan turibdi. Yotish bor, ana boyagi narsani agar amalni qilsa boyagi. Aha. Bo'ladi-da, pul tiksa puli bor odam hech kim olmayapti. Bu yerda garoj bizga o'tgan 500 gektar yer berdi. Ekinglar dedi. Ekmaymiz dedik. Suv yo'q chunki. O. Shunaqa bo'ldi. Al qaynalım ben size. Oling shuni biz qilib beramiz. Shu 500 gektarni oling siz, biz qilib beramiz o'sha. Yo'q, uni hozir ham yotibdi. Yotibdi. U klasterda turibdi, klasterda. Sizlar hozir men xohlasanglar, ertaga kelaman desanglar, men hokimga kirib aytaman, mana shu odamlar kelyapti. Slayd qilib siz ko'rsatib beraverasiz, biz tushuntiraylik. Va qilingan ishlar, rejadagi ishlar, hozirda nima tavsiya bermoqchimiz? Mana uni ham keltirib o'tamiz, misol uchun. Hozir mana bu elektr energiyadan unumli foydalan. Uni ham misol uchun. Do'stlar, mana kech bo'lishiga qaramasdan biz Shirinsut fermasida xudo xolasa yerlarni ko'rdik. Endi Cheres Sputnik orqali olib, proyektlarni tayyorlab, abimda o'zi zo'r qilib tayyorlab, ularga bu kishilarga sharoitiga mos holatda qilib beradi. Xudo xolasa biz mana shu elektr tokini, shu dajdivalniga ketadigan tok energiyasini solnishni batareyka orqali qilishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Uni ham sizlarga proyektini xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin ko'rsatamiz. Abi sen
biz Xudo xohlasa en effektivni proyekte qilib akalarimize ko'rgazajak. Bular primerni şu joydagi fermerlarda foydalanishi kerak. Xudo xolasa. Videomizni kuzatib boringlar, sizlarga aniq manfaatli bo'ladi. Yoqimlisi bitta like da ayamaymiz.